Milliy sertifikatni sotmang. Milliy sertifikatni farzandingizga sotib olib bermang. Farzandingizni katta hayotga qo'yadigan birinchi qadamini noma'qul ish bilan boshlamang, aziz ota-onalar. Sizlarga taklif bo'lishi mumkin, lekin bu takliflardan yiroq yurishingizni so'rab qolardim. Bu gaplarni aytishimning sababi so'nggi kunlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan kimyodan o'tkazilgan milliy sertifikatning natijalari. Keling, shu haqida ikki og'iz gapiraylik. Bu milliy sertifikatdan ba'zi bir o'quvchilar, aynan bir markazga tegishli o'ndan ortiq o'quvchilarda biz bilganimiz g'ayritabiiy natijalar kuzatilmoqda. Bu degani ikki qismdan iborat milliy sertifikatning birinchi qismidan o'ta yuqori, test qismidan o'ta yuqori ball olgan o'quvchi uning yozma qismidan juda ham past ball olmoqda. Aytaylik, birinchi qismida 5+ natijani ko'rsatgan o'quvchi ikkinchi qismida zo'rg'a 3 bahoga tortmaydigan 2,5 bahoni ko'rsatmoqda. Bu tushunishi, aynan biz uchun tushunishi qiyin bo'lgan o'ta og'riqli nuqta. Chunki biz juda ko'p repetirlar bilan maslahatlashdik, ko'rdik, hech bir shu fanda faoliyat yuritayotgan o'sha o'quv markazining egasidan boshqa biror bir o'qituvchi bunaqa natijani normal ekanligi haqida fikr bildirmadi. Hamma buni bir og'izdan nomutanosiblik deb baholadi. Endi bunga aralashgan bilmadim kimlar, birinchi navbatda ota-onalar va bu ishni amalga oshirayotgan o'qituvchilar, to'xtang, milliy sertifikatni sotmang. Milliy sertifikat bu bizni o'quvchilarimizni bilimini aniqlab beryapti. Siz yuqori ball olib berayotgan ba'zi bir uchiga ham bag'oz tortmaydigan o'quvchilar erta sizni va sizni farzandingizni davolaydi. Aziz o'qituvchi, aziz ota-ona, birinchi navbatda sizga bu gapim: milliy sertifikatni sotmang. Farzandingizni, o'quvchingizni mehnatga o'rgating. Faqat halol mehnat va shu natijasida keladigan natija bilan maqtaning.